Minecraft, lekin bu 15 daqiqalik survival davomida do'stimni xohlasam qiynayman yoki bo'lmasam obunachilar zo'r narsalar berib uni xursand qilishimiz ham mumkin. Qani ko'ramiz, bugungi Vijvaniya davomida do'stim qanaqangi natijalarga erishar ekan. O'tgan videoda shu video chiqishi uchun 1000 ta obunachi so'ragandim. Siz buni qildingiz. Obunachilar, iltimos, yana yangi video chiqishini istasangiz kanalimga obuna bo'ling va shu videoning orqasidan 1,5 ming ta obunachi kelishi bilan sirazi yangi videoni chiqaramiz. Yo, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaykboy. Bugun aytib o'tganimdek kreativ rejimida men bo'laman. Do'stim esa survival rejimida. Uni bugun maksimalni qiynaymiz. Biz bilan birga Hyper salomlashib qo'ying jigarim. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xush kelibsiz yangi videoga. Xullas bugun meni xo'rla olmaydi baribir ham. Xullas do'stlar, mana bu Vijvaniyani boshladi. Xohlasa mana buni olib qo'yamiz. Mayli, insof biranda. Qarashsiz do'stlar, bu videomizning birinchi qismi. Agar mana shu videoni orqasidan 1,5 mingdan ko'proq like keladigan bo'lsa, bu videoning ikkinchi qismida do'stim kreativda meni qiynaydi. Do'stim, yosh avlodga qanday qilib motivatsiya berishingiz mumkin siz? Yeb ichib yotishsin bo'ldi mana motivatsiya. Sizga tovuqni tuxumi beraman, qovurib yeysiz ertalab. Mana ertalabki hozir oling. Oling do'stim. Yo, uni oxirida berasan. Hozir meni yaxshilab qiynab, keyin oxirida narsa chiqqanimdan keyin qiynaman men. Yo. O'ldirib bastadi. Do'stim qarang, keling sizga mayli bitta yordam qilay. Sizga juda qimmatli ishton bermoq, yana oyoq kiyim bermoqchiman. Bilaman, oyoq kiyimingiz eski. Mana kiying buni. Yo, rahmat, hech kim menga sovg'a qilmagan hech narsa shu paytgacha. Rahmat. Hozir do'stimga tatem bermaymiz, sababi u bola hozir do'stimga sovg'a beraman. Ko'rasizlar bolalar, albatta. Kibrlanib ketadi dedi. Bo'ldi. Bu bola hozir nima qilyapti o'zi? Tosh mining qilmaydimi bu? Biza vaqtiga tosh mining qilaychiydik-da. Hozir. Aylab yurimizda prosta. Mana tosh ichadi. Obunachilar qaranglar. Makillatamiz. Zombi kunduz kuni zombi spam berdi. Kunduz kuni ham zombi spam beladim do'stim. Omadingiz yo'q-da sizda. Unaqa emas-da. Do'stlar qarang. Maza qilaman-da bularni azoblab shunaqangi qiynayman. Bugun do'stlar unumli foydalanishimiz kerak. Ikkinchi qismda meni juda qiynashi mumkin. Mayli, boshlanishiga oddiy narsalar beramiz. Bersak 2 marta yasayaptimi? Voy, o'z mazam qochishni boshladi. Qochdim-da. Jondolar ekanmi, shu qor yo'qmi? Olaykan. O'lerkanmi? Yo, chill. Mayli. Do'stlar, bu bola hozir o'lib qolmasligi kerak. Nagli o'lib qolsa keyin biz qiynalmaymiz. Shuning uchun qornini to'ydirib, ovqatlardan aldab berib turish kerak-da. Grill primer. Mana grillda oda ye. Boshqa qaytib. Rahmat. Qarang, hech narsa qilmasam ham bo'lar ekan, o'zi hamma narsani berib tursin, paka. Seni faqat qiynashim kerak-da, azoblashim kerak. Maza qilaman o'sha payt. Mayli, bilganingni qila olmaysan. Bola ustidagi anasini yechib olamiz mana qaychi bilan sochini bo'lmas ekan-ku buni, do'stlar. Sochini ola olmayapmiz. Menga bu nima qilyapti? Hozir. Oldimga tiqilmay, oyoq tayi o'rlashma yosh bachasan. Do'stim, qarang, sizga bitta sovg'am bor mana. Mana hech kimga bermagan sovg'am. Qani siz, Sovg'alardan qo'rqaman-da, shu cho'chaman shu sovg'alardan qanaqa sovg'a ekan. Mana. Sizga diamond. Yo, pix qanday zo'r. Pix topib oldikmi? Obunachilar, nimaga bu videoga pix yo'q? Sababi pixni ko'mib keldik biz 2 kishi bo'lib. Endi pix yo'q. Eshakda chiqib keldi. Mana diamond blok oling do'stim, qarang siz uchun bu. Qo'lga ber. Ya, gapiradi. Uydagilarim gapiradi. Diamond blokni qo'lga bermadik. Yerga qo'yishim mumkin. Qanday endi nima qilaman? To'xta, men salat topsam, sen gapiram, to'xta-da. Men ijona qilmasam hozir. Xo'p, bu yerlarga borishimiz kerak. Mana bu katta g'orcha bor ekan, shu g'orchaga tushsakmi? Do'stim, Endermandan qo'rqasiz yo'q. Qo'rqaman. Ko'ziga bir qarang. Siz bilan ordinatorda urushmoqchi Enderman. Kerak emas. Qara, Enderman yoningizda spam bo'lgandi. Yo, men qaramayman. Qarasam qo'rqib qochib ketadi.
Yonimda turursin paka. Ah. Yo. Yo. Qochib ketdi U do'stlar. suvlarni qaranglar. Mana bu yerga qanaqadir narsa bor ekan. Mana shu yerga spawn qilamizmi do'stlar? Mayli. Yo, O'ylab tamam. ko'ramiz bu variantda. Let's go. Nihoyat mening ona vatanimga keldim. Mana qishloqqa. Qishloqlar ko'p-a bu yoqqa. Qishloqlar ko'p. Hammasi Zo'r. Mana bu senga podarka, mana. Mashina olganda yeb o'tir. Yo, chill. Vallahi, короче, menda ideyani kuchugi bor. Yaxshi bizda somon chiqdi. Somon deylarmi mana shu? Somonni nima qilasiz? Somon kerak emas sizga. Siz axir maymunsiz-ku. Siz mana hozir maymun. Ilgirdim. Nimadir oldida bu kirisa. Sol qor bilan sol boshiga. Ash qishloq qolamanmi shuni aytdi. Xohishing? Yo, xohishga. Hozir bu yerda xohish ketmayapti-da. Xohish ketadi bu qishloq. To'g'ri, chunki men kreativdaman-ku. Nezer portalga o'tkazib, buni ajdarni oldiga boraymi shu holatida do'stlar, qiynayman. Yo. U bundan qarzim bor edi-da, hozircha kerak emas. Bo'ldi. Uni grafikasilarga maza qilyapman Pedro'ga. Qishloq вообще 2 qavat ekan, buni qara. Yo'q, ikkinchi qavatiga borsammi? Menga tipi qilib ber. Hyperda kamonbozlik qilib ko'ramiz endi. Qanday ekan kamonchilik mahoratim? Yo'qolib qoldi bu kirisa. Hatiyam bitta qalqon ber, kamon qilmasin. Oldi. Jonim kam mana. Tak. Kamon, hech narsa berilmaydi. Endi faqat azoblanish do'stlar, sababi bular agar kreativ rejimda bu videoning ikkinchi qismini oladigan bo'lsak, meni ayamay qiyin. Shuning uchun bularni hozir qiynab olishimiz kerak. Kommentariyada yozinglar, ikkinchi qismda balki Pixchon ikkalasini qiynarman. Nima, qanaqangi qiynoqlar qo'shay. Shu muhim fikringlarni yozib qoldiringlar. U o'zi qiynalishni bilmaydi. Hech balo qilmaydi. Nima deyapti bu do'stlar? Otib tasha hayvonlar. Zombi qani? Zombi 50 ta zombi qo'yaman hozir, qarab tursan-ku bu. Kichkina zombidan yana. Yo. Qula. Yo. Bular basharasam ketadi. Qo'y bor ekan, qo'y. Ur. Golem qani? Golem aka qani? Kichkina zombi bor orqangda. Voy jallod qocha. Voy jallod. What the heck? Clutch qildi. Krisa do'stlar, omadi keldi bu bolani. Mayli, ko'p qiynamaylik, bu bizga hali kerak. Vizer spawn qilaman. Mana ikkinchi zank bo'y topib oldim. Vizer qani? Yo, qiynamaylik deysan-da, lekin yana qiynayapsan. Bu qanday bu? Qanday tushunish mumkin? Mana. Galemi bor bu. Bu bola-cha. Golemni qara, qanday chiqib qoldi bu yoqqa. Qo'lingni cho'zin sani. Uy. Mana buni ur. Urmana odi. Golem? Urmaydi, bizni biratishga. Biratishga emas, sen biratishlar qaysi? Obki. Ur golem. Kelib oyna obki. Meni bitta. Bu zombilar nima qilyapti? Do'stlar, bu safar mayli. Yangi kirak bu bolani yaxshi qiynamayapti. Vizer spawn qalaymi Vardemmi? Tanla. Qaysi biri kerak? Keladi, qochib ketaman desam, nimaga orqamdan keladi? Hop. Kallani ishlatish keraklar. Hozir bu vizerni nima qilmoqchi? Nimada bu? Menga ham bechi mana bitta. Nima sinab ko'rishdimi? Tagingga tashlab sakraysan. Xo'p. Nima qilishni bilmayapman hozir. Challenge ber menga. Agar challenge'ni bajarsam, meni qiynaysan. Bajarmasam qiynaysan. Bajarsam nimadir berasan. Istagan narsa. Water drop qilasan bo'ldi. Xo'p. Do'stlar, temirlik aslahalar olmaslik kerak. Bu tayyorlanyapti. Men 2 marta imkoniyat beraman shu bachaga. Okay. Hozir hamma narsalarni solyapti. Давай.
Yo! Kak, narsalarni. Karel. Sen uchun yaxshi, men uchun yomon. Mana aka, do'stim oling, temirli narsalar. Mehnat qilib halol mehnat. Ishtonlaringizning haqqi bu. Bular menga kerak emas. Almazdan beraman deyording. Iloji yo'q almos. Almos $1000 turadi donasi. Mana, Belgor akam. Bitta challenge beraman, mana aslahalarimni tayladim. Bitta challenge beraman. Agar o'sha challenjni bajarsang, almosli mayli aslahalar beraman. Nima challenge? Mana aslahalarda mana yerga temirli narsalar tashab qo'ydim. Xo'p, challenge shundan iborat. Короче, agar obunachilar obuna bo'lsa senga, ya'ni obuna bo'ldirsang hozir nimadir qilib bitta bo'lsa ham odam obuna bo'lsa, aytsang, yaxshilab chiroyli qilib, masalan, mayli almosli kiyimlar beraman faqat. Yo'q, bu challenge-ni bajara olmayapman. Nimaga desanglar, chunki bu obunachilarga obuna bo'ling desa ham bu obuna bo'lishmaydi. Chunki nimaga bu obuna pullikda, tekin emas. Do'stlar, shuning uchun mana sizlar ko'rib turibsizlar, mana Hyper almosli kiyimlar olishni xohlaganlar bitta bo'lsa, shuni obuna bo'lsin. Menimcha, oranglarda kimdir obuna bo'ldi va endi bu bolaga hozir almosli kiyimlar. Mana bu tovuq uchun obuna bo'linglar. Mana almosli aslahalar senga. Endi Vizer spawn qilaman, lekin xafa bo'lmaysan, u shunaqa narsalaring bor, jang qilasan endi sen. Xo'p, qara, senga ham patarkalarim bor mana. Soul Sent va 3 ta bosh. Soul Sent. Ovqatimni yemadim men, hali jonimni. Tikani yo'q. Qani u yasab olishim kerak hozir, to'xta. O'zi shu blokdan paydo bo'ladimi obunachilar? Yo, to'xta. Vizer Storm'ni boshini Ulgurishim kerak. Hozir ketaman, birdaniga uchib ketaman. Qani tosh chiqqandim pichga. Ketdi Vizer. Kechasi. Time set qilishimiz kerak. Hop. Biz pichkaga narsa qo'yamiz. Uchirib tashlab hamma azizlar. Biz go'shtni qo'yamiz. Qanikay u, Hyper qani? Yo. Hyper topishimiz kerak. Topolmaysan meni, topolmaysan. Topolmaydi bu. Uyni chekir olgan bu kirisa. Qayerda ekan edi? Unaqa emas. Hatto ovqatimni yey. To'xta. Uzma! To'xtab tur, hatto nimadir yasab olay. Ovqat, non yasab olay. Qo'ysang qo'y. Shunchalik. Yutqazib qo'yadigan darajasi zo'rman. Ketdi. Qoch. Do'stlar, bitta zo'r reja bor. Agar yo'lingizdan Vizer chiqib qolsa yoki Dragon chiqib qolsa, shunday qochinglar bo'ldi. Qochinglar. Eng zo'r yo'l bu, qochish. Qochamiz. Qanday qochding bo'ladi? What the heck? Sol. Zo'r yo'lni suvga sakrash kerak. Azlar suv. Yo'q, katta jang. Bo'ldi. Qarasizlar do'stlar, bugungi videoda Hyperni qiynab oxirida o'ldirdik. Sizlar bilan Zaikboy hamda Hyper bo'ldi. Keyingi videoda mana shu video 1.5 mingta like hamda 1.5 mingta obunachi kelsa, Hyper meni qiynaydi, o'ch oladi, ya'ni bir qiladi. Hyper. Do'stlar, o'sha gap, obunachilar, obuna hozirda meni kanalga tekin bo'lganligi uchun tezroq obuna bo'ling.